sizlar bilan yana men Shukronaman. Bugungi videoda biz yuzda qilish mumkin bo'lgan 100 ta ishni 20 taga qisqartirib, mana bu bloknotimizga yozib chiqamiz. Videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosib, obuna berib qo'yishni unutmang. Bizlar 17-avgustgacha 5000 obunachi yig'ishimiz kerak. Xohlasangiz siz bu yozda qilish mumkin bo'lgan 100 ta ishni mana bunaqa listda chizib yozishingiz mumkin. Xohlasangiz menga o'xshagan shunaqa bloknotga chizib yozishingiz mumkin. Biz mana bu yerdan xohlasangiz o'rtasidan yozib mana bu tomondan chizib yozishingiz mumkin. Bu yerda men 100 Sync Studio this summer deb yozyapman. Bizlar 20 ta yozishimiz kerak, men 100 ta yozmam kerak. Mayli, biz 100 ni 20 kamaytiramiz. Keyin 20 ta narsani mana shu pastiga yozib chiqamiz. To sentyabrgacha, shu yozning oxirigacha nechtasini qilishga ulguramiz va nechtasini qilmaymiz va ularni tekshirib olamiz. Hozir men mana shu yerda 20 ta katakchani chizib oldim. Mana bu yerda 100 ta yozganimni 200 qildimda, oxiriga 200 dan oxirgi nolni urib qo'ydim. Mana shunday qilib katakchalarni chizib olganimizdan keyin buni yoniga qilishimiz kerak bo'lgan o'sha ishchalarni yozishimiz kerak. Ozgina o'ylayman-da, bir 9 ta narsani yozib bo'ldim. Men sizga 20 ta yozishim kerak va hozircha 9 ta narsa esimga keldi va men mana shu tartibda 9 ta narsani yozib oldim. Bu yerda men birinchisiga brendlar bilan hamkorlikda yozib qo'ydim. Brendlar bilan hamkorlik qilishni men Telegram kanalimda 1,5 obunachi yig'ishga o'zgartirdim. Shunda biz yozning oxirigacha, ya'ni sentyabrning boshigacha biz Telegram kanalimda 1,5 obunachi yig'ishimiz kerak. Ikkinchisiga 5000 obunachi. Bilasizlar, men tug'ilgan kunim 17-avgustda va men o'sha 17-avgustgacha 5000 ta obunachini yig'ishni xohlayman. Birgalikda bizlar 5000 obunachini urishimiz kerak. Uchinchisiga men obunachilar orasida konkurs deb yozib qo'ydim. Bu konkurs haqida siz o'sha paytda bilib olishingiz mumkin. Shuning uchun men Telegram kanalimga ham, YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qachonki Telegram kanalimda 1,5 obunachilar yig'ilsa, undan keyin konkurslar qilishni boshlayman. Bizga esa biznes deb yozib qo'ydim. Biroq mana shu, men YouTube'da mana shu Senyadini kuzataman. U ham biznesni ochgan. O'z qo'li bilan mana shunaqa narsachalarni to'qiydi va sotadi. Shu sotgan mablag'ni esa u to'dalab, ya'ni to'plab o'zi mana bir hafta, 2 hafta bo'lyapti Koreyaga borib keldi. Bizlar ham biroq biznes ochib Koreyaga emas, ana endi boshqa narsalarga ishlatishimiz mumkin. 5-chisiga esa bu uy bilan bog'liq. Uyda kinoteatr, mini kinoteatr qilish deb yozib qo'ydim. Keyin karaoke qilish, har xil challenge videolar. Keyin piknik qilish, post crossing bilan shug'ullanish. Ya'ni post crossingni ko'pchilik tushunmaydi. Bu narsa O'zbekistonga ana endi kirib kelyapti. O'zbekistonda ham ko'pchilik qiladi. Bu nima? Post crossing mana shunaqa kartalarni, mana shunaqa post kartalarni siz boshqa davlatga yuborishingiz mumkin. Mana shunaqa o'zining sayti bor. Saytga registratsiya qilganingizdan keyin sizga o'sha sayt destekchini tanlab beradi. Post crossing haqida siz batafsil keyingi videolarda bilib olishingiz mumkin. Ungacha obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va biznes ochish, uyda kinoteatr, ularning hammasi vlog bo'lib chiqadi. Yana 8 ta yozishim kerak ekan. Men hozir mana shunchasini yozdim. Bu yerda hozir men sizga bularni o'qib beraman. 20 ta narsa yozishim kerak edi. Men hozircha 20 tadan 8 tasini yozmadim, qolganini yozdim. Bu yerda bor. Telegram kanalida 1,5 obunachi yig'ish. 5000 obunachini yozdim. Obunachilar orasida konkurs, biznes, uyda kinoteatr o'tkazish, karaoke, har xil challenge videolar, piknik qilish, post crossing bilan shug'ullanish, gerbariy tayyorlash, yozgi fotosessiya qilish, Pinterest narsalarini takrorlash. Mana bu yerda bu videoni men nima uchun chiqardim? Chunki YouTube'da men hech kanalda mana shunaqa apros qo'ygan edim, ya'ni ovoz berish. Eng ko'p ovoz yig'gan bu bizda 100 qilish mumkin bo'lgan 100 ta ishni eng ko'p ovozni yig'gan va men 20 tasini qildim. Chunki yozni birinchi oyi shunchaki imtihonlar bilan o'tib ketdi. Bilamiz 9-sinf har kuni imtihon, mana shunaqa 2 oy bor. Va men 2 oyda mana shunaqa 20 ta narsani qilishim kerak. Keyin ikkinchi bo'lib biz mana bu Pinterest narsalarini, ya'ni Pinterest ideallarini takrorlash videosini olamiz. Albatta, buni ko'rish uchun siz mana kanalimga obuna bo'lishingiz kerak. 2 ta kanalimga. Mana bu yerda men Telegram kanalim bor. Mana shu QR kodni skaner qilib yoki mana bu YouTube kanalimdagi mana shu silka orqali siz men Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Va qachon chiqishini esa men Telegram kanalimda bir kun oldin tashlab qo'yaman. Ana endi bularni biz berib chiqishimiz kerak. Bu 8 narsani esa esimizga biron kelsa o'shalarni yozib qo'yamiz. Albatta tez beradigan bu flomaster. Unda flomasterlar bilan ishlash yo'qadi, chunki ham tez beradi, ham chiroyli. Birinchi bo'lib mana flomasterlar bilan, mana bu ko'k rangdagi flomaster bilan biz mana shunaqa katakchalarni bo'yab chiqamiz. Hamma joyni bo'yamaymiz. Mana shu kvadratcha qilib qo'yamiz.
Kvadratchalarni bo'yab bo'lganimdan keyin qolgan joylarini ham bo'yashga qaror qildim. Mana shunaqa qilib, mana buni yozib chiqdim. Ana endi bularning ustidan har xil gel va ruchkalar bilan yozib chiqamiz. Bu balandroq va chiroyliroq ko'rinadi. Va mana bu yerda mana shunday qilib yozib chiqdim. U kabi mana shunaqa nakleyka nabordan foydalanamiz. Va o'zini ham cho'qiramiz. Nakleykalarga obzorni tugatganimizdan keyin albatta bloknotimga ham yopishtirib chiqdim nakleykalarni. Buni ko'rish uchun siz men Telegram kanalimga o'tishingiz kerak. Men Telegram kanalimda shu bloknotimni qanday chiqqanini tashlab qo'yganman. Videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kommentariyada yana qanaqa video chiqishini yozib qoldiring. Hammaga xayr.